Ha, kelin, tinchlikmi? Sumkani ko'tarib qayoqqa ketyapsiz? Uyga. Kimdan so'radingiz? O'g'lingiz haydadilar. Nima? Bu uyda menga o'rin yo'q ekan. Bekor aytibdi. Kiring ichkariga. Kerak emas dedi. Ketaversin. Zo'r-ku, ha? Bu uyda na ota bor, na ona bor. O'zing qaror qabul qilasanmi? Ha, qo'ying siz. Shuni xohlayaptimi? Ketgisi kelsa ketaversin. Nima qilasiz yo'lini to'sib? Keliningni o'zi xohlamagandir. Sen keling qo'ymagandirsanlar balki. Ha, ota o'g'il? Sevaman, o'laman deb uylangandik-ku. Ha? Hoy, kelin bugun ketsa, ertaga ko'chada qanday bosh ko'tarib yurasan? Men haydamadim, o'zi ketaman dedi. Menga uydagi gapni ko'chaga olib chiqadigan xotin kerak emas. Ofarin. Yaxshi o'ylabsan. Haydab sol. Qo'yib yubor. Sen ham qo'shil. Sharmanda bo'linglar. Bu ishlarning orqasida sen turibsan-ku. O'zicha boshim og'riyapti. Bo'ldi qilasizlarmi yo yo'q? Men bo'ldi qilmayman. Bechora qizni ko'zini ochirmading. Xuddi begonaga qarz bergandek yuziga solaverding. Hey, to'y bir marta bo'ladi. Erkakmisan o'zi? Bitta kelin ko'ylak olib berish shunchalik qiyinmi? Ha? Hey, mana onlaring shu pulni. To'ylaring senlar. Bu nima qilganingiz dadasi? Dada, kerakmidi shu? Nima dedi? Erkakmisan o'zi? Bitta ko'ylak uchun pul bera olmaysanmi xotiningga? Aslida bunaqa mayda narsalarni deb, oynani buzish, bu pastkashlik. Tushundingmi? Ey xotin. Bir eslagin, qanday kelin bo'lib tushganingni. Men buni gapirmoqchi emasman. Men tirik ekanman. Bu kelin uydan hech qayerga ketmaydi. Siz nega aralashasiz? Qo'ying, er-xotin o'zi hal qilsin. Men otasiman. Men hal qilaman. Endi sen chekkada turasan. Seni mana bu xomkalla o'g'lingni kallasi ishlaganda oqibatini o'ylarding. Mahalla kuyini oldida kim degan odam bo'lamiz? Shuncha dabdaba bilan olgan kelinimiz bir oyga qolmay ketib qoladimi? Ikkalang ham ko'zimdan yo'qol. Qizim, siz ichkariga kiring. Hech qayerga ketmaysiz. Xotin, seni ham qizlaring birovni uyida o'tiribdi. Hech kim kafolat bermaydi qanday ahvolda qaytib kelishini. Ol mana bu pullarni. Chakaging o'tsin. Qaytib kelinga bergan pullaringni yuziga solma. Bu bizning vazifamiz. Tushundingmi? Voy erkak.